Assalomu alaykum hurmatli Manchester muxlislari. Sizlarni biza Tashkent Reds, Komon Shohruh aka Akmal. Manchester United o'ziga kelayotgan deb bo'lyapti. Hammani kayfiyati zo'r. Menimcha asosiysi o'yinchilarning kayfiyati juda ham a'lo darajada. Qanaqa bir ximiya, o'yinchilar orasida ximiya paydo bo'layotgani sezilyapti. Ko'z tegmasin. Shu yaxshi bir ko'tarinki ruhda bugun videolarimizni yig'ildik. Liverpooldan kelgan imkoniyat bo'lmadi. O'shanga bugun Liverpool va Brightonga qarshi o'yinlar haqida eslaymiz va Nottinghamga mehmonga jamoamiz boradi 10-turda va g'alabali seriyani davom ettiradi degan umiddamiz. Bizlar bilan bo'linglar. Ketdik o'rtoqlar. Manchester United anchadan beri bunaqa seriya bermayotdi g'alabalar bilan. Amarim uchun umuman o'zi birinchi g'alabali 3 o'yinli g'alabali seriya bo'ldi. Bu albatta hammamizni rahbariyatni ham, o'yinchilarni ham, bizlarni ham hammani xursand qilyapti va nima demoqchi bo'lganimki, Manchester United mehmonda Liverpool ustidan g'alaba qozonyapti. Liverpool muammolari o'z yo'liga, baribir bu Manchester United va Liverpool qarama-qarshiligi. O'tgan gal Liverpool o'yiniga preview qilganmiz, ko'p bu haqida gapirdik. Va Brighton bilan bilamiz, oxirgi o'sha 6 ta o'yinda 1 marta yutib 5 tasini yutqizganmiz. Juda ham noqulay bir raqibimiz hisoblanadi, lekin o'sha kuni juda ham uverenniy g'alabaga erishdik. Albatta Ruben Amorim ham aytganlaridagi Manchester United bo'lmasdik, ozgina qiynalmaganimizda, boshqa bo'lmaganimizda o'shanga baribir 4-2 hisobida 4 ta gol uryapti jamoa. Bu ham tahsinga loyiq deb o'ylayman. Brian Mbeumo dubl qayd etdi va Kunyadan debut 9-o'yinda Angliyada o'zi prikol bor. Agent 007, уже 008 ham bo'lib ketdi, mana urdi. Eng qizig'i Garnacho gol urdi o'sha kuni. Chelsea o'yinida 2 soat o'tar o'tmas, уже hamma yozishdi, mana Garnacho Kunyadan oldin gol urdi deb, srazo Kunya ham unga javob qaytardi. Shunga nima deb o'ylaysizlar? Bu o'yinlarda Ruben Amorim olib borayotgan siyosatini ta'siri haqida, United o'yinini topdi deyishga hali vaqtli emasmi? Va o'sha kuni menimcha Amorim shoshdi. Casemiro, Luke Shaw'larni o'yindan yechib, ozgina shoshdi deb o'ylayman. Brighton aytaman. Aytmoqchi bo'lganimki, baribir qanaqadir shoshqaloqli bo'ldi deb o'ylayman o'sha o'yinda, chunki 3-2 уже 3-3 bo'lib ketishi ham hech gap emas. Shunga fikrlaringlar, Amorim, Manchester United, yangi O'zbekiston deydi-yu, yangi Manchester United, yangi tizim, yangi o'yinchilar, transferlar mana o'z natijasini beryapti. Sheshko menimcha juda ham zo'r podborlarda to'plarga kurashdi, juda yoqyapti. Kunya Angliya Premyer Ligasida eng dangasa o'yinchi hisoblanadi. O'tgan mavsumning eng dangasa o'yinchisi ekan, yugurish bo'yicha. Lekin Manchester Unitedda ko'ryapmiz, juda ham работоспособный, juda ham harakat qiladi, mehnatkash. Mbeumo endi gap bo'lishi mumkin emas. Даже Sir Alex ham anchadan beri o'yinchilarga kommentariy bermayotdilar. Dodamiz ham Mbeumoni hozircha eng zo'r transfer. Amorim kompaniyasida eng zo'r transfer. Lekin hamma napадение o'sha hujum o'yinchilarimizni qancha maqtamaylik, men uchun bu mavsumni eng zo'r o'yinchilardan biri bu Mattias De Ligt. Juda ham zo'r, juda ham yoqyapti. Umuman hammasi zo'r. Yana bitta narsa qo'shmoqchiman, uzr, akalar. Yana 10 sekund. Bu g'alabali seriyani boshlanishiga baribir Lamensni debyuti qanaqadir bir ochib berdi. Tushib qoldi shu bunaqaga.
Lamens bilan biz faqat g'alaba qozonamiz. Lamens o'sha o'ziga ishonchi, shu uверенности qanaqadir jamoaga ham, himoya chizig'iga ham foyda beryapti degan bir fikrim bor. To'g'ri. Komo, Shohruh aka, komo. Rahmat. Ukasga oldingmi, o'qituvchilik o'sha. Yaxshi, anaqa nima berding? Liverpooldan boshlaymiz, ancha kitob anaqa bo'lib 5 mil Liverpool to'g'risida gaplashamiz, chunki Liverpoolga o'sha tahlil ko'rsatuvni ololmadik afsus. Liverpool o'sha oldingi ko'rsatuvimizda gapirganimizdek afzallik raqamimiz necha yilligi, chunki u chempion uyiga borib yutib kelyapti Manchester United. Avvalambor o'sha Shohruh akani gapini eslayman, o'tgan ko'rsatuvda что birinchi gol urmasak osonroq bo'ladi dedi. Haqiqatan shu birinchi minutlarda gol urib oldik. Akmal gapi ham yutadi dedi Akmal yutdi. Shunga birinchi gol nimasi ta'sir qildi deb o'ylaymiz hammamiz, bilamiz, ko'ramiz, chunki o'sha birinchi gol urdik-ku, qanaqadir уверенность, ishonch qildi o'yin Manchester United o'yinchilariga, muxlislariga ham, chunki biz bilamiz Liverpoolning uyida Manchester United borganda даже nechta murabbiy olib borgan bo'lsa, oyoq postoyanно qaltiraydi. Oyoq qaltirab, suzib qo'yardi. Bir jinni golga kirib ketardi. Birinchi gol faktor juda ham zo'r bo'ldi. Liverpool sal shokka menimcha kirib nima qilib qo'ydi, dovdiratib qo'ydi Liverpoolni va Liverpool o'ziga kelguncha уже kech bo'ldi. Chunki biz Akmal aytgandek, darvozabon ko'z tegmasin, o'zini faktorini ko'rsatyapti. Manchester United hozir juda ishonchli turibdi darvozada, himoyani kontrol qilish, qattiq o'sha pressingdan chiqishda, to'p uzatmasi, polani ko'rishda juda ham bir yaxshi harakat qilyapti. Ko'p kommentatorlar gapiryapti, ekspertlarning ko'z tegmasin ham yaxshi bo'lsin. Hozir Akmal himoyani ham aytdi, Delik, boshqa o'yinchilar juda ham yaxshi o'ynayapti. Va o'sha Liverpoolni mehmonda Liverpoolni o'yinni hozir nima qilmaymiz, ko'proq Brighton to'g'risida gaplashamiz. Brightonga qarshi bo'lgan o'yinni Liverpool o'sha qanaqadir обратный anov berdi bizga. Motivatsiya demaymiz, nima deydi? Sizlarni qo'ling Liverpoolni oxirgi o'yinlar yutqizganini hisobga olmaymiz. Liverpool uyida zo'r o'ynaydi Liverpool. Shunga bolalarga ham, Manchester United o'yinchilariga ham, shtabiga ham qanaqadir ishonch berdi. Oldingi o'yinlarda demaysizlar o'yna olasizlar. Только в плане taktikada va psixologiyada sizlar bemalol o'yna olasizlar chempion bilan. Poliyasida ham kerak bo'lsa yuta olasizlar. Sog'lig'ini ham ko'taradi, fizikiylar, misol uchun Pelebek Liverpooldan ham ko'proq chopib, misol uchun ularni ko'proq polida paxat qilib, o'sha har bitta pozitsiya kurashib, men kuchi yetar ekan Manchester United, to'g'rimi? Bo'lmasa 4 ta 5 ta yangi o'yinchimiz bor, to'g'rimi? Endi Liverpoolda ham bor, to'g'ri gapiraman. Liverpool chempion baribir. Ming bo'lsin, o yangi o'yinchilari, kamchiliklari bor, chempion. Shunga bu o'yin menimcha juda anaqa berdi, impuls ham berdi. Yaxshi kayfiyat bo'ldi, zo'r bo'ldi. Hamma Amarim mashulalari boshlandi. Amarim transfer o'sha Amarim balishilari yana boshladi, shu podeshka qilish. Amarim qanaqadir kayfiyati ham ko'tarilib, уже yaxshiroq уже tayyorgarlik qilib, endi jarohatlar ham kamroq bo'lsin, o'tgan mavsumga qaraganda kamroq bo'lsin. Qancha kam jarohat bo'lsa, shuncha o'yinchilar tezroq trenerlar o'sha Akmal boshida hozir ko'rsatuvda aytdi, ximiya bo'lyapti o'yinchilar orasida. Nafaqat o'yinchilar orasida, balki shtab va Amarimni o'yinchilar bilan birga bo'layotgan ximiya. Уже sekin-sekin tushunishyapti, murabbiy nima qilayotganini, Mount qayerda o'ynashini, o'sha hujumda pol devatka, pol flangda o'ynayapti, Bruno nima qilayotganini ko'ramizda. Fizika bir xil aytmaydi, lekin Kazemiro bilan statistikamiz bor, yutqazmas ekanmiz, misol uchun zo'r ketyapti. Element detal ko'p de futbolda. Biz hammamiz ham ko'ramiz futbol, mana muxlislar ham bor, futbol juda yaxshi tushunadigan futbol muxlislarimiz bor. Biz ham ko'ramiz, lyubitelimiz, lekin bizni-chi xayol ham keltira olmaymiz, qanaqa rol, qanaqa zadachalar beradi polida o'yinchilarga shtab trener, не только Amarim, boshqa ham murabbiylar. Futbol rivojlanyapti-ku, ko'p gapiryapmiz-ku, tем более такой необычный taktikada bar o'ynaymiz. 3-4 Angliyaga bar nima kamdan kam ishlatilgan taktika. Shunga juda ham zo'r bo'ldi shu Liverpoolni. Aslan nima bo'ldi, lekin
hali Akmal aytganda pikiga bordimi komanda o'yini? Yo'q, hali bormadi. Bundan ham zo'r o'ynaydi deb o'ylayman, xudo xolasa. Assalomu alaykum muxlislar. Men Toshkent muxlislari. Komol juda ham to'g'ri aytsa, shu Liverpool qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar, qanaqa formada bo'lishidan qat'iy nazar, Liverpool Unitedga qarshi o'ligini tashladi deb e'lon eta olamiz. Men bu o'yinni ko'p muxlislar gaplashdim, Liverpool muxlislari bilan gaplashdim. Aytdi ular Liverpool yutqizdi. Manchester yutmadi. O'sha o'yinda sizlarni omadinglar kelib qoldi degan gapni gapirishyapti. Chunki Liverpool 3 marta ishdan yana poyladi. 3 marta ishdan. Kirmayapti-da. Liverpool yutqizib qo'ymadi, United yutdi degan javob berdi. Chunki o'sha boyga yana o'sha qaytib o'tamizki, Liverpool qanaqa formadan qat'iy nazar, Liverpool 15-o'rindami, 20-o'yin o'rindami Unitedga o'ligini tashlash keragi, tashladi o'ligini. Biz o'sha Enfield degan kraterdan qutulib chiqib ketdik. U juda ham katta impuls berdi. O'sha aytgan o'sha gapga qo'shilaman, bolalarning duxi ochildi. O'sha boyga akmallar gapi, o'sha yana Kamol gapiga qo'shilgan holda hali idealni ham kirmadik. Idealni o'yin hali bizdan oldin turibdi. Lamens ham juda ham ko'p gapirdi. Lamens o'sha himoyachiga o'sha Delixtni o'sha super natijasi, o'sha Premier Ligada top jamoalarni o'sha top jamoalar himoyachilardan eng zo'ri Delixtda. O'sha sakrash bo'yicha Parbu kopton olib qo'yish bo'yicha, pas berish, patkat hammasini birinchi o'rin turibdi deylik. O'sha Ahmedbek ham bo'lsa, birinchi debyutida, Lamens birinchi debyutida yutganimizda birinchi direkt borib Lamensni tabriklab qo'ydi. Bu eng zo'r narsa. Xeyli paytda biz bilardik, video, sxema, o'sha ximiya. Zashni orqaga qaramasdan ham biladi, yaxshilardan sezadi. Gapirib turib, qaramasdan bemalol oldinga chiqadi, riskovat qila oladi. O'sha himoyachiga tashiydi patkada, bemalol chunki orqada varatlar turibdi, yaxshi varatlar. 3 ta udarda 3 ta kirib ketmagan varatlar, xudo xolasa. Hammasini qaytarib, to'g'ri, o'sha Brightonda endi golni biz ko'rdik, qanaqa gol qilganini. Sulyani ashqalar bilan desa bo'ladi. Lekin Liverpoolga qaraganda men Liverpool hozir inqiroz ko'chasiga kirgan taqdirda ham men juda xursand bo'ldim. United o'sha aytgan o'yinni yutgan ekanmiz, Enfieldda. Gollar ham chiroyli bo'ldi. O'sha Akmal bosh kuzatuvni boshida gapirgani Brian Mbeumo'ni juda katta bir qanaqadir top yulduzlik darajadagi o'yin ko'rsatishi. Farqi yo'q. Mehmondami, uydami xuddi shu o'yin o'ynayapti. Hech qanaqa zashni sezilayotgan, hech qanaqa bosimni ham sezilyapti. O'shanga bu transfer, mavsum transferi deb bemalol ayta olamiz. Eng zo'r hozircha eng zo'r deb ayta olamiz. Kunye Braziliya biz ko'ramiz, Braziliyadan keyin u ham o'zining jonini beryapti. Shu Kazemiro mana Komoletni Kazemiro'siz statistika yaxshi, Kazemiro statistika yomon. O'sha Braziliyalar ko'p bo'lgani ham yaxshi, bir-birini tushunadi. Menimcha Kunye ham paytida keldi. O'sha Kazemiroga qanaqadir oxir paytda eslaymiz, Kazemiro'mizni ko'p tanqid qilardik-ku. O'sha ma'noda ham yordam beryapti bir-biriga bular. Endi Kazemiro'ni o'yini o'zgarganini yana bitta sababi ham bor, o'rtoqlar. O'tgan mavsumda har 3 kunda futbol o'ynadik-da. Yevrokuboklar, kuboklar. Bu yerda bir haftada bitta o'yin bo'ladigan bo'lsa, Kazemiroga ancha qulayroq ekanda. Baribir fizически tiklanishiga ko'proq vaqt talab qilinayotgan ekanda. Lekin men shu fikrga boryapman, что hozir bir haftada bitta o'yinda Kazemiro 100% anaqasini ancha sifati, o'yinini sifati ancha oshib qoldi. Lekin aytmaydilar, Kazemiro o'sha ikkinchidami 55-60-minutda o'sha bu charchab qoldi. Bu hozir menimcha bu yanvarda bizga tema. Kazemiro bilan biz shartnoma cho'zamizmi yoki buni yozib sotib olamiz? Klub bunga o'sha o'zining oyidan tashqari azdan oliy bilan chiqyapti. Bu rozi bo'lish bo'lmasligi hali savol. Hozir qanchalik bir yillik kontrakti bor? Yozib hamcha tugaydi. Yozib tugaydi. 350 ming funtdan oladi. 360 ming bo'lsa, 360-350 ming funt oladi. Bunga menimcha klub 150 mingcha beryapti. Agar bu ko'p yozishyapti, men Kazemiro United yaxshi ko'radi, United sevadi. O'sha Realdan keyin ikkinchi mana top komandam degan, o'sha tarixi bor, istoriyasi bor. Komandaga xursand bo'laman degan, yaxshi ko'raman degan. Endi agar yaxshi ko'rishini, muhabbatini o'sha bilan bildirsa, o'sha mayli shu. Chunki biz bilyapmiz, bu 350 ming funt sterling oladigan o'yinchini katsasini ko'rsatdi, birinchi taymda ko'rsatdi, lekin 90 ming ko'rsatolmayapti. O'sha aytgandek, agar biz hozir kubokda bo'lganimizda
yoki biz o'sha kubok Angliya Liga kubokida chiqib ketmagan bo'lganimizda buni kuchi yetmasdi. Biz xohlasak, xohlamasak Ugarteni o'ynatardik. Biz Ugarteni bilamiz, juda ko'p xatolar bor. Tushunmayapti Ugarten. O'shandan kelib chiqqan holda buni so'rash kerak, biz rozimisan, yo'qmisan. Agar rozi bo'lmasa, o'sha tema turibdi, biz tayanch yarim himoyasini qidiryapmiz. Yana menimcha Kazimiro kontrakt cho'zgan taqdirda baribir biz tayanch yarim himoyasi olsak kerak. Конечно, bu prioritet номер 1. Menga qolsa Kazimiro qilgani yaxshi, men juda ko'p ketsin deganmiz, lekin hozir aytgan gapingni o'sha gapirganingdagi eslasak, o'sha Kazimironi eslasak, Kazimiro shu birinchi taym o'ynab bersa ham men qolsin derdim-da. Birinchi taym zo'r o'ynab bersa, ikkinchidan zamin bo'lib ketaversa, men roziman derdim. Chunki Kazimironi opet-taki oyligidan kelib chiqqan holda. Biz ko'p aytamiz, top komandalariga ming zo'r o'ynasa, mana masalan Arsenal zo'r o'ynayapti. Arsenalni men hozir ko'ryapman, balki chempion bo'lishi mumkin, yaxshi ketyapti. Lekin ularning safida katta kuboklarni yutgan, katta o'yinlarni yutgan o'yinchilar yo'q. Kazimiro bizda shu narsa tarafdan yordam maydonda o'zining ko'rsatgan tashqari Raziyalkadan nimadirlar gapirayotgan bo'lishi mumkin. O'sha Laminskiga, o'sha BMOga, so'sam bu qanaqadir mana zaminda o'tirsa ham biz bilamiz Milner esingda bo'lsa. Milner qanaqa haligacha o'ynayapti. Haligacha Brighton bilan tushib keldi. O'sha pas beryapti, full qilyapti. Cityda ham o'ynagan esingda bo'lsa Milner. Liverpoolda o'ynagan, qanaqa yutuvlarni olib kelgan. O'sha ma'noda Kazimironi ham o'sha ma'noni olib qolsak agar mana o'sha o'yinni o'zini ko'rsatamiz 90 tajribasi yordam beradi deb o'ylayapman-da. Chunki biz ham rivojlanayotgan yangi qurilayotgan jamoamiz. Bizga shunaqa odamlar kerak, o'sha pakka shu Mbayolar, Bayern bilan Kunya o'zimizga hali yangi o'yinchilar bo'ladi. Baribir o'zimizdan shu bilan Bruno bor, Bruno olibdi-yu, shogird qilib Kunya. Bunda yaxshi. O'sha o'yinchilar kelgan birga shug'ullanishayotgan ekan. Shuni ham ko'p gapirganmiz, shu sotish kerak, uni oylik ko'rdi, umrini yarmi travmada o'tib ketdi, hozir yana ochilib ko'z temas, travma olib qolmasin deb kutib o'tiribmiz. U ham qanaqadir ma'noda o'sha Dorgu yoshlarga yordam beradi deb o'ylayapman. Bitta qo'shimcha qilmoqchiman shu mavzuga. Как раз yana bitta o'yinchi bor. Oyligini yo tushirish kerak qolish uchun yoki ketadi degan bu Harry Maguire. Как раз Liverpool o'yinini tugatish ma'nosida ham aytmoqchimanki, g'alaba golimizni ham shu Maguire o'sha kuni olib keldi bizga. Men Liverpool o'yinini sizlarning aytgan gaplaringizga 100% qo'shilaman. Menga eng yoqqan tarafi nima bo'ldiki, bu Manchester Unitedning reaksiyasi. Chunki Manchester United ko'pincha eslasak, Amarim Manchester Unitedga ham gol o'tkazgandan keyin tushkunlikka tushib, o'yin tizginini yo'qotib, jamoa qiynalardi. Bu yerda 6 minutda javob golini kiritdik. To'g'ri, omadimiz ham keldi. Shu Bruno juda yomon o'ynadi o'sha kuni. Lekin shu qanaqadir qoptoni yerga tushirmasa, fantastik lanka uslubida tashab qo'ydi. Liverpool o'zini skemasini yo'qotib qo'ydi. Maguire urib ketdi. O'sha mash taraflama juda men xursand bo'ldim. Manchester United o'tkazgan goliga reaksiya bergan ekan. Men nimaga bu deyapman? Chunki biz yutib kelayotgandik-da. Masalan, Liverpoolni hatto birinchi taymda 20-25 daqiqalarda bizda 2-3 zo'r momentlar bo'ldi. Urganda balki undan ham kattaroq natijaga hisobga erishishimiz mumkin-da, lekin ikkinchi taymda Liverpool o'zi boshlagandan keyin Manchester Unitedda unaqa imkoniyatlar bo'lgani yo'q. Hisobni saqlashga harakat qildi va gol o'tkazgandan keyin gol urib g'alabani ilib ketgani, masalan, qanaqadir mana shu yangi Unitedda yangi Amarim qurgan jamoasini qanaqadir bir yuzini ko'rsatdi, xarakterini ko'rsatgani, qanaqadir yangi o'sha United hozir biz hammamiz gapirayotgan, butun dunyo gapirayotgan, sizlar aytayotgan shu Unitedning uyg'onishini qanaqadir bir o'sha impuls qo'yayotganda impuls bergandek bo'ldi-da menga. To'g'ri. Chunki Liverpoolga qarshi Anfieldda bosib turganda, mana golni ham kirgandan keyin bunaqa javob berishi men o'ylaymanki hammaga emas-da. Chunki lider Angliya Liga Premier Ligasini lideri Arsenal ham ligada yedi. Hech narsa qila olmadi. Unaqa vaziyat ham yaratgani yo'q. Qanaqadir
anaqaroq zerkalliroq o'yin bo'ldi-ku. Aytmoqchi bo'lganimki, Liverpool o'sha yana bir marta aytamiz, qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar holatda baribir yaxshi natijani, zo'r natijani Manchester United ko'rsatdi va o'shani impulsi hozir mana azaliy raqibimiz bo'lib qolgan mana shu Brightonga, noqulay raqibimiz bo'lib qolgan Brightonga ham pozitiv ta'sir qilib, juda ham chiroyli, uverenniy g'alabani olib kelyapti-da. 3-0 3ta gol farqi bilan oldinga chiqishimizni menimcha Islom ham qachon bo'ldi. Boyaga juda ham to'g'ri aytyapsiz. Boyaga Bruno to'g'risida o'sha Liverpool o'yinida yaxshi o'ynamadi desak, o'sha Royga gapirdi. Juda ko'p qoptoni yo'qotdi-da. Ko'p yo'qotdi. Bu ham men ko'p yana oqibatda ketib qolmay Brunoni sotish kerak gapirdi bilasa. O'sha vaqt o'zi ayamaylik katta bo'lyapti, lekin o'sha Roy ketyaptiki 70 minut ko'rinmadi, parod qilyapti, damdan chiqaryapti, lekin o'sha momentda langi usulida pas beryapti Nissandan. 90% boshqa yarim himoyachi o'sha yerda to'xtatadi. Abrabotga qiladi. Bu Abrabotga qilmasdan sразу langi usulida beryapti. To'xtatadi. U narsaga Liverpool himoyachilar ham tayyor edi-da. O'shanga hammaga o'z stilida protiv xod ekanlar qo'yapti. Vatan o'ziga olib qolardi. Juda ham chiroyli yakun bo'ldi o'sha-da. Endi ana Bruno chip etsa, men 90 minut meni yomonlayapsizlar, mana bitta kuzatib ketdim. Bitta o'sha qilig'i bilan o'sha kritikani yopib ketyapti-da. Shu taraflar Bruno baribir master. Pijomimiz deymiz, u masterligi shu yerda qilib ketdi-da. Kecha ham Qahramon Aslanov, Halil Hamidov ham yozishdi. Brightonga 4 ta gol urilmizda, bitta ham golda Bruno urmabdi yoki goleboy передача bermabdi-da. Unaqa o'yin zo'r. Bir marta bo'lgan ekan, o'zi asosan har doim Bruno ishtirok etyapti-da. Bu ham men aytmoqchi bo'lganimki, o'sha hamma Brunoni yaxshi ko'rib, hurmat qilgan ma'noda aytyapman. Brunosiz natijaga erishganimizda bu super. Yana o'sha yangi Manchester United qurilayotganligini bitta dalolati, alomati bo'lyapti-da. O'sha Brunosiz o'ynolmaydi degan og'izlarga bu javob beryaptiki, Brunosiz o'ynasa bo'ladi. Uni o'rniga boshqa o'yinchi o'ynatsa bo'ladi. O'shani aytmoqchi bo'lanki, mana shunaqa zo'r va pozitivniy momentlar paydo bo'layotganida odam maza qilyapti-da. Uzoq olib kelgan tema Maguire'ga olib qolish va kontrakt berish bo'yicha qisqa nima deb o'ylaysizlar? Men olib qolish kerak deb o'ylayman. Olib qolish kerak. Olib qolish kerak. Chunki biz oldin gaplashdik-deb, mana shu Maguire to'g'risida gaplashdik. Boshqa britaniyalik Maguire sotdik. Hozir yaxshi gap gapirdi, eslab qoldim. Men bilasan, cho'zib o'tibmiz, aytaman. Maguire yo'qotdik. O'rniga qanaqa himoyachi olishimiz kerak. Qatdan Fransiyadan olamizmi? Fransiyadan olib adaptatsiya qilib, Italiyadan olamiz. Qatdan olamiz lekin. Ispaniyadan olamiz. Ispaniyadan bilamiz. Talon pulga Anglichani olish, Anglichani kilorat qilmayman. Tayyor o'yinchi, opti bor, o'ynab yaxshi ko'radi. Brent Waitmidi, ana Brent 80 million 100 million. To'g'ri, Everton. Mana hozir Brunoga kapitanskiy poygaskani Maguire'ga beramiz deb turgan paytda. Kimga? Maguire'ga bersin deb yozyapti jurnalistlar. Kapitan bo'lsin, Bruno olsin deb bersin deyapti. Chunki Britaniya mana qilib muxlislarni zavallik qilib. Bu ham Oliy katta xuddi o'sha istoriya, Kazimiroga o'xshagan istoriya. Olingan karaktersinda. Yo'q, Maguire asosiy qo'ymasdim. Mayli, aslida o'ynamasa ham Delik bo'lsin, aslida. Yo'q. Juda ham to'g'ri. Nimaga Unitedga Delik Maguire'ga himoyachilar kam bo'lish kerak. Tamam, zaminga olib qo'yamiz. Hozir ko'proq Delik emas, Euro haqida gap ketyapti-ku. Maguire'ga smenship. Bular hozir kapitan. Kapitan degani основа degani. Kapitanda. Lekin hozir hamma yozyapti, umuman xarakteri bo'yicha ham ko'rsatyapti, что Delik bu будущий kapitan Manchester. Mayli. O'sha Komolov ko'p qaytaradi. 19 yoshda Ajax'da kapitani bo'lgan bu. Magani основаga o'ynashiga qarshiman. Основada Delik o'ynaversin, bilmayman. Maga kallada zo'r, himoyada zo'r, yopolsak zo'r, kontra hujumda zo'r. Standartda uryapti, gap yo'q, lekin himoyadan chiqish juda ham to'g'ri. Endi misol hujumni o'zingiz yetkazayotganingiz Maga yo'q, men Maguire'ni dovdirab qoladi. Men o'zimni yomon ko'rib, gap fikrim aytdim. Bir narsa bor. Akmal hozir hozir tushuntirib berdi. Dunyoda qaysi ko'ngilga ketayotgan. Agar kostyumimiz shu ko'ngilga ketsak, kostyumimiz mayli o'sha muxlislar o'sha Arsenal kanlarini qarayapti-ki, chempionga yo to'xtaydi. Shoshmaydi, Arsenal kanlarini qidirmaydi dedim. O'sha keyingi yil o'sha Yevropaga osilsak,
nega o'sha hozir mana boya gapda hozir agar Liverpoolda o'ynayotgan bo'lganimizda Delikt kuchi yetarmidi? Ham shanbada o'ynab, ham o'sha seshanba, chorshanba o'ynashga Delikt kuchi yetarmidi? Yo'q. Menimcha yo'q, opit etmaydi yo'q. Kuchi yetadi, opit etmaydi. Rambasi bor. O'shanda Maguire biz o'zi Unitedda esida bo'lsa, Ferguson Unitedda 4 ta himoyachimiz bo'ladi. Ha? Vidic, Rio, Brown, Oshi. Ularni kerak bo'lsa, o'sha Oshini ham aslida o'ynayotgan Brown Liga Chempion finalda o'ynayotgan. Aytmoqchi bo'lgan O'shalar Enfieldda Liverga gol urib ketgan. Bir-biridan zo'r. Demak, Maguire o'sha to'g'ri, o'sha balkim Maguire o'sha kapitanskiy повесткani berishni anaqa qolgandirmi, oshib olgandirmi, lekin menga qolsak, Maguire olib qolish kerak. Kallada zo'r. Nimaga Turkiya Pavyatskaga qarshi emasmi? Birinchi minutda o'ynashga mehmonda qiynaladi uni Maguire deb bo'lib, mehmonda qiynaladi. Uyda lekin zo'r. Turklar aytayapti, Turkiya menga Maguire kerak. Men Chempionga olib ketishim kerak deyapti Maguire. Maguiresiz Angliya bu ichimlik fikrimni oldingiz. O'sha kuni Gary Neville, Paul Scholes yana boshqa angliyachalarga gapirishdi. Angliya milliy terma jamoasiga Maguire kerak. Ben Maguire o'sha Pallisterni esladi. Qanaqadir katta kalla, u ham chopmas, katta bir mashina odam bo'lgan. Pallister buldozer. Qayerdandir kalla chiqib kelib, o'sha o'yin o'xshamayapti, yomg'ir, ta'mi yo'q, qo'l bo'lib ketgan, loy, bunaqa bo'lib turgan boksingda kalla chiqib kelib turib, tiqib ketardi. O'shani ko'rmayman Maguire. Bo'lsa, iloyim o'zgarib qolmasin. O'sha biz men bo'lib yurardik Maguire, men bo'ladik. Golzi, dividenlarni olib. Men maqsadim mendan chiqdi, o'zi kuchi bilan chiqdi mendan. Lekin uni hamma gapirdi. Maguire'ga tan berish kerak. Aynan butun dunyoga kulgi bo'lgan bola yonmasdan va uni Angliya bilan Yevropa chempionati finaligacha chiqib, Manchester Unitedda o'z o'rnini yo'qotmasdan o'ynab kelayotganiga, Liverpoolga победный gol urib ketayotgani endi va shundan tanlash kerak. Shundan qo'shimcha Gretsiyada sudma so'rashyapti. 3 yildan sud hal qilish olmayapti. Bosib olishadi, soqqasini ancha berib qo'ygan. Soqqasini berib qo'ygan. Yana qoldirildi-ku, martgami, aprelga qoldirildi. O'sha o'zi hamma sud bosib ketdi. O'sha muammolarning girdobida Maguire super nasib ko'rsatdi. Brighton bilan azaliy raqib deb kuldirding, nima? Sari. Haqiqatan shunaqa bo'lib qoldi. Yutolmaymiz. Tudik. Yomon gol qildi. Juda ham to'g'ri. Qachon? Daniel Welbeck eng ko'p gol urgan Daniel Welbeck jamoasi Manchester Buyuk akademiya ko'p gol urgan Manchesterga buyuk akademiya Daniel Welbeck. Yo'q, nimaga kulgili, menga ta'sir kulgili emas, ayanchli deyman men. Brightonga tenglik har o'zgaradi. Lekin hammasini yapib turadi. Nishdir ketgan. Dezerbi, Gary, Graham Potter, Dezerbi, Heisenhutter, Hoysberger, nima ma'lumotlar? Oti o'sha kuni o'qidim. Hozir o'sha asli til aylangan. Heisenberger deyishadi. Hiçbir bilgeri. To'rt turib olgandan keyin bemalol kulaveradi. Yo'q, aytmoqchi bo'lgan Brightonga almashtiradi, United tutqizadi deb o'ylagan. O'shanga bu YouTube bir mana tigidan bergan zarba bo'ldi Brighton. De gapirib bo'ldi. Ben bu United lekin bunaqa boshqacha. Bu qanday boshqacha. Men gol urdim deb maqtam qo'yapti-da. Bu zo'r United mana bu. Men kerak bo'lsa onlayn yanari bor, tekin bo'layotgan yerlar. O'zi ajoyib o'yin bo'ldi o'zi Brighton bilan. To'g'risi desam, shu bizni psixologik tayyormiz. Brighton o'zini uyda o'ynaydimi, Old Traffordda o'ynaydimi, neytralda o'ynaydimi, United bilan bir xil o'ynaydi. Sho'roga aniqni aytdilar, zo'r ketayotgan ekan Brighton. Qiynalamiz dedi. 4 ta o'yin. Shunga endi o'yinni nima kutyapti deb. Yutamiz xudo xolasa, Brighton esa qiynaydi deb. Yo'q, birinchi minutdan bolalar pressingga bir qanaqadir levelni yoqishdi. Akmal aytgandek, kubok yo'q, boshqasi yo'q, hammasi yuguribdi. Himoyachilarimiz ham oldida yuguribdi. Welbeck orqasida, Welbeck sentrda yuguribdi. Brightonning himoyadan hujumga eng ключевой
qurol hisoblanadi. Himoyadan ikkita pas bilan chiqib o'sha hujumda eng kuchli United necha marta shunaqa yutgan. Hakam yana kimdir yutgan. Shunga o'shani nima deydi, kamalada otasanku, o'sha otiladigan narsasini joyida to'xtatib, kamala anaqasini buzib, bechora Zashitning varadari yonib ketdi o'sha kuni. Nima qilayotganini tushunmay qoldi. 70 minut yo'q edi Brighton polida. Bir-ikkita marta gapingiz bo'ldi. Bir-ikki marta hujum qilmoqchi bo'ldi Brighton. Lekin po faktu yeb qo'ydi pressingni. Bir qanaqa kitobda uchebnikda yozadigan bir mana shunaqa pressing qiladi deb bo'ldi Brightonga. Brighton to'g'ri aytdi. Murabbiy almashadi, lekin ularda o'sha olayotgan yangi o'yinchilar o'sha sistemaga shunaqa tushib ketadi. Xuddi o'ynab kelgandek bilan bir o'ynaganmiz shu 5 yil shotamiz deb o'ynayotganda o'ynaydi ular. Pressing sistemada o'sha bosimlar raqib bosimidan chiqib ketish ular ideal. Har yili bo'lgan bu yil zo'r emas, lekin oxirgi yillardan вообще zo'r edi. O'shani buzib nechta boshida nechta gol urib oldik-da. O'sha buzib pressingni boshqa qilib bo'g'ib, hujumda bizning o'yinchilarimiz juda zo'r pressing o'yin ko'rsatishdi. Darvozabonni hali esladinglar, o'sha gol o'tkazgani, golda aybdor deb bilmayman. Chunki Welby boshqa mana uramasa kerak unaqa deb o'ylayman. Old Traffordda teng bo'ldi. Markazga qarab. Uryapti, bilmayman, Lamens aybdor deb. O'sha Lamens qo'yorishi ham shu opitda, shu qo'yordi-yu, o'sha ham unga opit keladi. Shunaqa. Bo'lay qachon qo'yib yuboramiz? Zaminalardan keyin. Premier Ligada baribir ta'sir qilyapti-da. Fol ishlashimiz zaminalardan keyin bo'lyapti. Shu Maynerlar tushib qo'yapti, boshqalar tushib qo'yapti. Zaminagacha nima qoldi? Folni ham do'rga qildi. Brighton qilgan ishi shu. Bir marta kirib kirdi, tepdi, bo'lib chap oyoq bilan Lamens tushadi. Boshqa nima qildi? Yo'q, lekin bitta narsani esdan chiqardim. Boshida Brighton gol yozadigan boshda Brighton atak qilganda gol bo'ldi-ku, davlat qarab turdi nomlar, oyog'ini og'ziga o'tib ketdi. Urganda tushdi, ikkita bo'ldi-da, boshqa deganda boshqa. Yo'q, o'zi biz juda ham planni buzdik-ku. 100% to'g'ri gap bo'lsa, Brighton bizga hamma o'ta birinchi ulardi. Mana o'sha Baliba bilan Mitoma yo'ligi, mana Brightonda Mitoma yo'ligi bizga bu plus bo'ldi. Baliba ham anaqa jinni o'ynaydi, bilmayman nima holi bor. Baliba yoqdimi sizlarga? O'zi 100 millionlik o'yinchi. 100 millionlik yozdi o'zi muxlislar. Ko'rsatmayapti, 60 million o'ynab ko'rsatmayapti. Lekin Old Traffordga oyog'ini qatayotgani, o'tib kelayotgani Instagramda yozdi boshida. Men o'zim keldim deb yozdi, sahifasida keyin olib tashladi. O'tgan kelayotgan bo'lsa yaxshilab o'yna, lekin bir ikki marta qutqarib qoldi, oyog'ini tiqib qoldi. O'rdan tozalagan. Joylar ko'p bo'ldi. O'yinchi o'tmoqchi bo'lsa o'zini yaxshi ko'rsatish. Standart qilmoqchiman. Standart. Kazemironi tepayotgan udanida Ahmed berib Baliba bemalol oyog'ini qo'ysin, qo'ymadi shu. Kazemiro bemalol darvozaga tepayotdi, shoshmasdan abotga bir o'ni olib tepayotdi. Baliba mahkamga ketdi. Baliba ham o'yindan keyin 2 soat parkovkada hamma bilan rasmga tushib avtobus qo'yib beribdi. Parkovkada tutdi Baliba. O'sha Balibani hidi kelyapti degani 2 soat vaqtini ketkazib, rahbariyatidan qo'rqmasdan shu ishni qilgani o'rtoqlar, ishoninglar. Znakmi? Bu yerda nimadir gap bor. Ya, variantdan yaxshi to'g'ri aytasiz. Siz begona stadionda 2 soatga qolib ketishingiz. Bu yaxshi narsa. Endi unaqa narsani men Harry Kane'ni ham ko'rgan edim. Harry Kane ham o'rtaga kelganda 20 minutlar o'tsin deb avtoga beradi. Hozir chiqib qoldik, Harry Kane biza United kelgisi kelgan ekan, lekin Bavariya ketib qolibdi degan gaplar chiqib qoldi. Harry Kane'ni ham ko'rgan, juda ham to'g'ri aytasiz. O'sha Brighton bilan o'yinga qaytsak, Brighton o'yinida yaxshi boshladik. Shu o'yinga o'sha imkoniyatlar ham 3 o'yinlar ham ko'p bo'lishi mumkin edi. Gollarimiz Akmal boyaga Amarimning xatosi to'g'risida o'sha xatoni qilayotgan paytida biz bilamiz Kazemiro Bruno o'rtada o'ynayapti. Kazemiro tayanch bo'lsa, Bruno qanaqadir o'sha raspasovshingda o'ynayotgan Koptoni o'sha sudrash bo'yicha o'ynayapti. Kontrol qilish. Lekin zaminga qoldi. Kazemironi mayoni shu. Endi bu savol ketdi savolda. Mayoni bir muxlisni tushirish kerak edi, o'ynatish kerak, tayanchda zo'r o'ynab beradi degan gapirishdi. Bor. Muxlislar yozishdi. O'sha mayoni tayanch o'ynayolmaydi degan. Endi o'sha o'yinni ko'rib, mana hech qanaqasiga tayanch o'yinchisi emas. Juda ko'p sportlashganman, chatlarda ko'rganman. Tayanch yarim himoyachi emas. Mayni tushgandan keyin hech narsa o'zgarmadi. O'rta o'lib qoldi. O'sha nimaga biz o'rta tayanch yarim himoyachi qidiryapmizga muammo mana shuni ko'ryapti. Kazemiro Bruno o'sha 60-minutda, 70-minutda tili galstuk
charchab qolyapti, lekin Ugarteni ham majbur tashlayapti. Qarasa, Brighton ikkinchidan qarab ochyapti, hayot boshlayapti. To'ppa-to'p. boshlayapti. Chunki mana tushgandan keyin 10 minutdan keyin Ugarteni Tashlayapti. Nima Qarasa, uchun yonyapti. yonyapti? Hech bo'la qilayotgani yo'q. Kopton mayli, Kopton atbor qilmasin. Mayli misol. Koptondan yursin oldiga, Kopton o'zidan o'sha oldiga chop aldamchi harakatlar qilsin, qanaqadir pas bersin, o'yinchilar o'ziga chaqirsin, o'yinchilarni. Yo'q, bunaqa narsa yo'q. Endi savol, bizga Mayno kerakmi, kerak emasmi? Bizga ham ko'p narsa aylanyapti. Mayno olib qolish, Mayno ham to'polon qolyapti. Yana o'sha oldingi episodda aytganmiz, aytmasam bilan jahon chempionatiga bormoqchi, yanvarda bu tema aylanuvlar degan. Yana chiqyapti, nima qilish kerak? Lekin u temani yopishdi. Zirgze bilan Mayno ketmaydi shartda deyishdi. Chunki juda ko'p yozishuvdi. Chunki bizda muammoli dekabr va yanvar kutib turibdi. Chunki o'ng flangimizni shundoq kesib tashlaymizda jo'nataveramiz Afrikaga. Mazraoui, Amat, Mboimo ketishadi. O'shanda bizga Zirgze bilan Mayno kerak bo'ladi. Mashtivan gapirmoqchidim shu temani. Ikkilarga savol bermoqchidim. Qanaqasiga Mayno bilan Zirgze 10 flang muammoni hal qilishi mumkin. Bruno onda o'ynatadi. Buni o'zi chop olmayapti, buni o'zi chopish kerak. Konflangda ragi o'ynaydi, nima deyapti? Euro bilan Davlat o'ynaydi. Iloji yo'q. Kim o'ynaydi? O'sha Amatoni Davlat o'ynaydi. Davlat onda o'ynaydi. Durgu chapda u onda o'ynayveradi. Atakuish. Maymo'ni o'rniga Mamutni qo'ymoqchiman. Yo'q, Mamutni Braziliyada Mamut o'ynagan, bunaqadan o'ynagan, 10 farqda o'ynaganda. Qo'ygan. tushunarli. Hop chapda. Men Maymo'ni o'rniga Mamutni qo'yardim. Mount o'ynaydi. Chunki Kunin o'zi joyida o'sha chapdan kirib kelsinda, Sheshko Mount o'ynatish kerak. O'sha aytgandek Amatonga Dalot, chunki biz Dalot bilamiz, har doim 10 frankdan himoyachisi bo'lgan. Euro Dalot. Euro Dalot. Mazraoui o'rniga o'sha uflan. 5 o'yin bo'lmaydi, 5 o'yin. Biroq Bo'lish kerak edi. O'tda Angliya kubogi ham bor edi. 27 kunlik 28 kun bo'lmaydi. 6 dan 7 ta o'ynaymiz. Endi qancha uzoqga Ichida Man City ham bor. Amnicha birinchi Ichida Man City bor. Lekin hazil o'ylaymizki, shu boshida balki o'yin qilib, ozgina boshqa qilib, charterning samolyotga o'tkazib, vaqtda kechroq borar o'yinchilar. O'tgan gal ham shunaqa bo'ldi-ku, ana shunaqa qildik-ku. Salah bilan. Ha, Salah bilan birga. Bitta samolyot kechirdi. Yo'q, yomon esladim. hazillarimiz tashlaymiz, lekin bu muammo. Muammo. Dahshatli. Mana o'sha biz yana qaytamiz, sostavimiz, o'sha tarkibimiz qaltisda. Shu o'yinchilar o'ynamasa kim o'ynaydigan savolga biz javob bera olmaymiz. Vaholanki o'sha o'yinchi bo'lish kerak. O'sha beni o'ynay oladigan. Shunaqa gaplar bor, Sean Lacey'ni yana bitta Sean Lacey'ni churishi bor ekan, o'sha chap qanot o'ynaganimiz bor-ku, Paragvay. Uni yozishyapti. Diego Leon vaqtincha o'ynab turishi mumkin degan gaplarni bor. Yoki amaliy sxemasini o'zgartiradimi? O'zgartirmaydi. Davomida ishonmaydi. Yutqizib turib o'zgartirmadi-ku. Yonib ketdi. Bilan yonib ketdi. Yo'q, o'zgartirmadi, o'tirdi. U puerta yerlik mujiki. Yo'q, agar o'zgartirmasa bilasan, bo'ladi. O'sha slot gapiradi o'yindan keyin. United nima qilyapti? Faqat long ball o'ynayapti, deyapti. Long ball tez boradi. Sheshko'ga o'sha o'yin o'ynayveramiz menimcha. Boshqa iloji o'yinimiz yo'q. O'sha yerdan o'ynay olmaymiz. Bu agar unaqa bo'lgan bo'lsa, Sheshko'ga kimdir raqs qo'yadi. Brighton bilan ham Liverpoolga qarshi taktikani qo'lladi deysizmi? O'sha ko'mayapti-yu. Mehmonda quyida ham anaqasi sxemasini o'zgartirmayapti. Lekin natija beryapti. Sxemasini o'zgartirmayapti, lekin nastroylar boshqacha. Pressingda misol uchun kamroq bo'lgan. Liverpool bilan o'rta blokda bo'lgan. Bu yoqda balandroq ishlatdi blokida, chunki Brighton ezish kerak edi. Yo'q, zo'r yo'q bo'ldi, gap bo'ldi, sxemasini o'zgartirmaydi baribir. Sxema yo'q, shuni. O'yinchilar roli o'zgarishi mumkin, lekin sxema o'zgardi. Juda ham to'g'ri. Sxema o'zgarmasa, misol chopalgan o'yinchi, chopmagan o'yinchi bor-da. Chopmagan o'yinchi o'sha sxemadagi effekt ko'rsata olmaydi deb aytmoqman-da men. O'sha effektni bermaydi, o'sha amaliy qolgan effektni bermasligi mumkin. Biz bilamiz, Mount tez o'yinchi, lekin Maymo'dagi tez emas-da, u qanaqadir. Fizikasi ham unaqa baqot emas, bunaqa emas. Kim bo'li jarohatlarga moyil o'yinchi. Даже niskoga kimdir o'zgartira oladi. Ulardagi effektni ham hech kim beradi. O'sha effekt boshqa. Bular 10 flangimiz, Manchester 10 flangi, 10 qanoti. Yevropada eng kuchli qanotlar da'vogar hozir.
Yo'q, bo'pti. 10 da'vogarlardan biri. Agar shunaqa tempda keltirsa, yana shunda o'tishi bo'ladi. Manimcha o'tishi bo'ladi. Buni amal bilan bittasi kelyapti, ikkinchisi kelyapti. Qaysi birini ushlaysiz? Ikkitasiga ag'dariladi, ikkitasi oddiy o'ylar. Men xursand bo'lganim bittasidan gapinglarni bo'ldim. Kunyani goliga birinchidan anchadan beri kutyapti. Kunya nima olgan shu Urdonni urib qo'ygan. Standartda xot. Avvalambor shu Liverpool bilan o'ynamadi. Kunya xato qilgan. Kunyani o'ynayotgan o'yinni sekin-sekin o'ziga kelyapti. O'sha o'zi bilan aytdilar o'sha koptuni o'zi bilan o'yinchilarni olib yurish, o'zida fol qilish, parad qilish. Eng birinchilardan o'sha misol qilib ayta oladigan narsa, misol Real Madrid. Madridning Real jamoasi 10 yil oldin misol uchun bo'ladi, qiyin o'yinlar jamoa keladi, yotib olgan urolmayapti. Liga chempioni Ispaniya nimasida shu paytda Modric deganlari shuni tiqib qo'yardi-da, iza shtrafni o'yin ochilib ketardi. Keyin patlab tashlaydi mana. Shunaqa o'yinchilar kerak-da. Bruno oldin urardi, lekin hozir kamayib qolgan shu golni urishlari, chunki Bruno endi yoshi ham boshqa. Shu kungadan kutamiz shuni. Bruno ham tep oladi bemalol. Kungadan kutamiz shu narsani ochadigan o'yinchi, ochadigan o'yin, gol o'sha bo'ldi-da. Urdi, ochilib ketdi-da o'yin. To'g'ri. Ta'sir qildi-da. Biz gollar ham chiroyli bo'ldi, ham mazmunli bo'ldi, ham har tomonlama qanaqadir o'yinga sig'adi. Standart. Texnik. Juda texnik. Hozir как раз таки Nottingham bilan mana shu qurolimiz juda ham kerak bo'ladi. Nottingham qaysi qurolimiz bizish uchun? Mehmonda? Bular yotadi mehmonda, bular hujumga chiqmaydi Nottingham. Yo'q, hozir Shondaych birinchidan Shondaych baribir yopiq o'ynaydi. U ham long bo'lchi lekin. O'sha Burnley sakrab long bo'lchi. Evertonda, Burnleyda Ikkinchi etaj o'zi standartlarni biz anaqa qilamiz-ku, qanday jalb ko'ramiz. Standart bizda 0. Standart 0 bizda. Ikkita golni ham standartda o'tkazib oldik. Daych o'sha gulovoylarga, o'sha naveslarga shakllangan jamoa. Takror bizga qiyin bo'ladi, juda ham fizik birinchi. Sheshko men yozdim, chatda shu o'yinda Sheshkoning goli bor bo'ldi. Sheshkoning goli bor bo'ldi. Sheshko zo'r. Sheshko Brightonda o'sha uzatma olib, uzatma berib, bitta narsani gapirdi. Вообще пылесос ekanlar-da. Mana shu koptoni futboliga, uni talashishga, boshqaga koptoni ushlab, qilmas ekan. O'bigirishga, xudani Berbatovlarni qanaqadir bir eslatgandek. Bir xil hujumchilarga o'xshab ketdi-ku hujumchilarimiz. Yonga turmaydi, yig'layvermaydi. O'xshamadimi? Noqiladek dash o'ynab ketadi. Hozir tushunasizmi? Hozir Gökirishdan sun kelmayapti-da o'yinda. Faqat qo'yapti. Ha, 100%. Молодец. Gökirishdan bu yaxshi-da hozir. Gökirish o'zi qaysi? Men nima aytayapman? Gökirish o'ynamayapti. Sen Arsenalda Nimaga? Yo, Arsenal kechirishni yo'q, men aytmoqchiman, bizga Gökirish ko'p yozdi. Arsenal Sheshkoni so'radi. Gökirish hozir APLda Angliya o'zini ko'rsatmayapti. Sheshko bizga kerakroq ekan deyapman. Shu o'yinlarni ko'rib bizga ko'proq foyda keltira olayotganda deyapman. Ya'ni o'sish ancha bor hali, potensial. Bir narsadan achchiqroq kerak. O'sha gaplar bo'ldim. Mana shu Kunyani gapirdim, Komon juda zo'r gapirdi. Juda texnik, juda kuchli texnika egasi, Mbaymo ham texnikcha tez. Shu ikkolovini o'rtasiga zilgizangni ko'rmoqchi bo'ldim. Zilgizang. Afsuski hozir ko'rganim yo'q hali bemalol. O'shani ham bir qanaqadir bir chiroyli o'yin ko'rsatishga o'ylayman. Chunki texnikchi o'sha bir Sheshko va qanaqadir qolib ketyapti, qanaqa ma'noda o'sha afsakka tushmayman deb yaxshi o'ynayapti. Lekin biz uni globako'roq. Globako'da ham karolku, zig karol. O'sha yamarda ketishi mumkin degan gap san rad etding, ketmas ekan. Zigzagni o'ynatish kerak, shu bolalar bilan kunyalarni o'ynatish kerak. Deb unaqa, agar o'sha boy aytganing rost bo'lsa, o'sha Afrika ketganda uni bir nimalab zigzagni o'sha o'ynatsa, ko'p ma'no keladi. Sxemani tushirib olsa juda zo'r bo'ladi, chunki bunga praktik kerak. Zo'r bo'ladi. U West Hamga buni berib yuborish, yaxshi ko'rasiz-ku. berib yuborish qanaqadir bir alamli deyapman-da, chunki bilmayman, men hozir fikrimcha berish kerak emas zigzagni. Hozir уже 45 minut bo'libdi, gaplashib o'tirganimizga. Shunga Nottingham Forest o'yinida Nottingham Forest'da hozir outsiderlardan bittasi Premier Ligani mavsum 9 tur ichida 3-murabbiy.
shunday keldi. O'zi qutqaruvchi pojarniy murabbiy hisoblanadi-yu, shunday Premier Ligaga olib qolishlar bo'yicha ancha kuchli. O'shanga Nottinghamni kuni anaqasini qaradik, kalendarini, natijalarini juda qiziqki, Premier Ligada natijasi yomon bo'lsa ham Portuni urib qo'yibdi-da. Liga chempionatda o'ynayapti. O'shanga qanchalik Manchester United uchun bu jamoa hozir xavfli, uyda baribir, chunki mehmonga boramiz. Nottingham ko'plarda qanaqa chatlardan ko'rib qo'yadi, shapka zakidательскийroq настроениеda, outsider. Elangi yo'q. Shunaqa xohlasak. Chatarangi, O'shanga Nottingham kutilmalarida eng qizig'i shu biz olmoqchi bo'lgan ularning yulduzi shu 100 millionlik sentralniy poluzashitnik, o'sha markaziy yarim himoyachisini ko'rish juda ham qiziq bo'ladi deb o'ylayman. Juda zo'r gapirdik. Akmal Baleba endi u oson o'yin bo'lmaydi. Yana o'sha aytaman, shu Gulovoylarda, shu long ball analizlarni qiynab tashlab. Kerak bo'lsa 90 minut o'tiramiz. Unaqa o'sha bu tushunda muxlislar bemalol naqtash yo'q. Angliyada o'zi oson kalani o'zi yo'q. O'sha outsider bo'lsa ham shunday uyg'otadi, choptiradi, chunki hammasi uni juda zo'r ko'rsatadi. 2 metrga yaqin baland bo'ldi. Boy Andersondan Angliya terma jamoasiga chaqirishdi. Juda zo'r. Biz uni kuzatyapmiz, uni oyoq chaqirib ekan. Shu bo'yi baland ko'rinishi, shu bo'yi juda texnichniy, pas beradi. Chunki bunaqa bo'yi bilan texnichniy bo'lishi qiyin. Chunki og'ir odam bo'ladi, juda qiyin. Muskulistli, kachok emas, так oyoq uzun. O'sha haqiqiy o'sha bizga kerak bo'lgan balkim o'sha jonni beradigan bir ishchi, jangchi bo'lar balki. Lekin 100 million unga ko'p deb o'ylayman. Juda ham zo'r gapirdi, lekin o'shani kuzatamiz. Qani o'sha Casemiro bilan kim Ugarte Brunoga bir imtihon bo'ladi. O'yin qiyin bo'ladi. Mana bunaqa bemalol shot etib olsam bo'ladi. Bemalol. O'yinimiz champion ekan, 2-1 beraman, chunki shunday kalada bir balo qilib hakamlarga ham qarashli, hakamlarga g'alabasimi 2-1? 1-2. Lekin Lamans BXTda Yomonman, zo'r. 1-2 sakrov. Uyat foydasiga. Bir narsa yana Bir marta chiqmadi lekin. Soat nechida o'ynaymiz biz? Soat nechida o'ynaymiz? O'shani hammadan 8:30da. Unda hamma bilan 8:30. Unda hamma bilan bitta vaqtda o'ynaymiz. Vohida 6-7 da o'ynagan o'yin emas. Baribir o'ynagan yaxshi. Hozir Kubok Ligi, bugun Kubok Ligi o'yinlari bor-ku. Bugun ertaga o'shanga klublar yo'q. U ham yegan. U ham anaqadan yedi. Quyi ikkinchi, 3-chi divizionda yedi. Ha, Atletikdan. O'shanga barcha ko'p o'yinlar o'zi yakshanba deb qo'yilganda. Ha, O'yinimiz ham. super shanba, super Saturday bo'ladi, super Saturday. O'shanga sizlarni nima qiladi? Nottingham Forest Prognozini. Ko'rmadingmi? G'alaba. 2. Bilasan, anaqa narsa bor. Samdan shotlarni aktusi Akmal shunday shu qashaq qishib ketadi. Qashaq qishib mehmonni uchuni lekin 3-marta ichimlikni sezib turibsiz. Qoyil qoldim. Yaxshi qoyil qoldim. biz birga obedlanib bo'ldik. Yo'q. Afsuski yo'q. Chaqiraymi obedga? Okey. Turuni. Bu qashaq. Formal, 5 şans, 0 şans. Ben bilaman kimni aytyapsiz. Mbemo, Kunya, Sheshko'dan Jobs. И Bruno Pinat. Buni yana tepaladimi bu Tepadi. Nottinghamga uradi. Bu gal uraladimi? Yo'q, o'zi penalti berishadimi degan savol. Birinchi turdan boshlandi, sudyalar hakamlarga men umuman noroziman. Nimani? 3-4 Bermayapti kecha ham. Na penalti, na faol. Ustaliklar. Yur, Arsenal bilan parod qilishdi. Brentford bilan yonib ketdi, qizil berish kerak edi. Liverpool bilan ham parod qildi. Kecha yana parod qilyapti. Nima bu Brighton bilan vashsha yonib ketdi. Sudya tomib ketdi. Nima bo'layotganini bilmayapti. Bor sudyani. Ketmoqchi ekan.
futbolga ketmoqchi. Ketsin. Kreativ gapirib, Taylor bu kim bo'lyapti? Jarima to'pini surib qo'ygani. Lekin eng zo'ri Taylor qo'lida Oliver vardi. Вообще tupой. La Liga muxlisi bor. Sladka Palic. La Liga muxlisi bordi. Real Madrid muxlisi. Bizga Angliya studiyalar kerak. Kechdan so'ng Angliya studiyalarini dablab chiqardi. Lekin Angliya studiyalaga Birdinga La Liga studiyasi Farod Qodir. Yaxshi emas Angliya navbatda dablab chiqyapti. Lekin Brentford bilan o'sha qizni Narni fol qilyapti-da. Yo'q, o'ynaydi dedi. Jinnamasan sen, to'xtat o'yinni biladi. Fol travma sachishadi. Keyingisiga o'sha temiz oyog'ini sindirib travma qiladi, bor. Azing intiga bo'lsin deganda. Yo'q, Brentford bilan tushunmayman. Qizni bermadi, penalti berdi. yo'q, fol berdi-ku, fol bo'ldi. bemalol. Fol bo'lmadi, o'ynab ketdi. Qizil berish kerak edi, penalti berdi, penalti olmadi. Penalti ham qizcha shirdi emas. Undan kimdir fol qilishdi-ku. To'xtat o'yinni, keyingisida oyog'ini sindiradi-da, mana shunaqa jarohatlar kelib chiqadi keyin. Amaki o'yin o'yin sal напряжение чувствовать qilish kerak. O'yin yonyaptimi? Bitta gap bor. To'xtatish kerak. Gap keldi. Angliyada bu. Yo'q, Taylor bilan o'sha Brighton o'tganda Amaki qo'liga tegani Taylor bermadingmi? Anaqalarni narушение. Fol, Men o'sha xatosini to'g'rilab yubordi. Sen to'g'rilab yubording. 100% berdi. Yo, u xato. Bermadi. Undan oldingi o'yinlarda ham biz yon bosmadi-ku, plusga hali ham qarsiz deylar bizga. Var ham yordam berishdi bizga. Var, Sudya ham yordam berdi. Kerak emas, shunday yutamiz, to'g'rimi? Yaxshi lekin, yaxshi nastroy. Shu bilan birganda Maguire bilan Mount qaytarmikan? Mount lekin hozir anaqa qilyapti.